Assalomu alaykum do'stlar, qadrli futbol ishqibozlari, YouTube kanalim obunachilari. Tuzingizlar, charchamaysizlarmi? Bugun ham bir video tayyorlaganmiz va bugungi videomiz o'zbek futboli haqida bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Superligasi 5-tur o'yinlari tahlili va turnir jadvalidagi holatlar haqida to'xtalamiz. Superligamiz turdan turga qiziqarlilashib bormoqda va mana shu mavzular haqida bugun batafsil to'xtalamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Dastlab 5-turdagi o'yinlar haqida qisqacha to'xtalamiz. Juda qiziq o'yinlar bo'lib o'tdi. Juma oqshomida Mashal hamda Neftchi o'rtasidagi bahs boshlab berdi va unda Neftchi 4-1 hisobida g'alaba qozondi. Shanba oqshomida ham bir nechta qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tdi. Navbahor xususan Sho'rtangni mag'lub etdi 2-0 hisobida. Qo'qon 1912 Buxoroni taslim etdi. 2 Pro Ligadan chiqqan jamoalar bahsi juda qiziq o'yin bo'ldi. Dinamo Sug'diyona esa Sug'diyonadan ochko tortib oldi. 1-1. Bunyodkor Qizilqum kutilmaganda 0-0 bo'ldi, chunki Bunyodkor yaxshi start olgan edi. Xorazm esa Olmaliqqa qarshi bahsda 0-1 hisobli imkoniyatni boy berdi. Olmaliq minimum g'alabani qo'lga kiritdi va eng qiziq o'yinlar kecha yakshanba oqshomida bo'lib o'tdi. Unda Paxtakor Andijon o'yinda 2-3 hisobida Andijon g'alaba qozondi mehmonlar. Nasaf esa juda qiyin kechgan uchrashuvda o'z uyida Surxonni kichik hisobda mag'lub etdi. Keling do'stlar, dastlab turni ochib bergan bahsdan boshlasak. Mashal Neftchi bahsi Kichik Vodiy derbisida Neftchi 1-4 hisobida g'alaba qozondi. Toshmirzayev, Iskanderov, Jokich, G'ofurovlarning goliga Abdurayimov birinchi taym oxirida javob qaytardi. Neftchidan ishonchli g'alaba va turnir jadvalida ancha yuqoriladi. O'zi umuman Neftchi unaqa mag'lubiyatga uchramayotgandi, lekin duranglar ko'payib ketayotgan edi. Ayniqsa mana shu uchrashuvda menga juda yoqqani Iskanderovning goli bo'ldi. Iskanderov yubileyum golini kiritdi. Odatda Yevropada bunaqa gollar bo'lsa, rosa ko'p gapiriladi, lekin nimaga endi Superligada bo'lsa gapirilmasligi kerak. Iskanderovdan ajoyib ijro guvohiga aylandik va uning goli ko'p ehtimol buzib tashladi. Mashalni buzib tashladi. Va Neftchi hozir tanqidlarga mana shunday javob qaytaryapti, chunki juda ko'pchilik mana bu transferlardan keyin baribir o'yna olmaydi, ikkinchi Chelsea bo'ladi deb taxmin qilganda, yo'q, mana sekin-sekin klub kuchli to'rtlikka kirib oldi. 3 ta durang, 2 ta g'alaba, hali yutqazmadi va keyingi turda Paxtakor bilan o'ynaydi. Uyda. Bu Paxtakor bilan o'ynay olsa kerak. Endi shanba kungi o'yinlarga o'tamiz va unda Navbahor o'z uyida Namanganda G'uzorning Sho'rtang klubini qabul qildi va 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Gabriel va G'ulomovning ikkala taymlarda qo'shib berilgan daqiqalarda urgan gollarini evaziga namanganliklar ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Endi to'g'ri orada Azim Ahmedov penaltidan ura olmadi. U yerda darvozabonning reaksiyasi zo'r chiqdi. Navbahor bo'lakcha o'ynayapti, chunki tarkibiga nisbatan ko'rsatayotgan o'yini va qayd etayotgan natijalari dahshat. Chunki mavsum avvalida namanganliklarning juda ko'pchilik yetakchilari tark etgandi va bo'lib ham qo'shni jamoaga, raqobatchi jamoaga, Neftchiga o'tib ketgandi va qolgan futbolchilardan juda ko'pchilik taxmin qilganda Lushan jamoa tuza olmaydi, juda qiynaladi deb aytib o'tayotgandi. Lekin mana bu dastlabki turlardagi natijalari hozir 8 ochko bilan 7-o'rinda boryapti va klub bitta mag'lubiyatni hisobga olmaganda 2 ta durang, 2 ta g'alaba yomon emas. Va asosan derbilarda ochko boy berildi. Andijon bilan durang, Neftchiga yutqazdi. Endi tabiiyki Andijon haqida gapirilgandan keyin kechagi Paxtakor Andijon o'yiniga to'xtalmasak bo'lmaydi. Dahshat o'yin bo'ldi. Men endi o'yinni to'liq ko'ra olmadim, bir joyda edim. Beeline TVda qarab turdim, vaziyatlarni ko'rdim asosan va ushladim. Andijonning gollarini ushladim. 2-3 hisobida g'alaba qozondi. Andijonning gollarini Abdumanopov, Turdimurodov, Uskokovich kiritgan bo'lsa, Paxtakorning gollariga Sergeyev va Bashar mualliflik qildi. Basharning goli yetarli bo'lmadi qaytishga, chunki Andijon so'nggi daqiqalarda nazoratni qo'lga oldi. Aynan mana shu nazoratni evaziga Andijon kutilganidagi g'alabani qo'lga kiritdi. Chunki endi men o'ylayman, baribir Vodiy jamoasi o'yindan avval holatni bilib keldi. Ya'ni Paxtakorning hozirgi holatini. Paxtakorda kichik inqiroz va bu inqiroz kattalashib boryapti. Ming o'tgan turda Mashalni katta hisobda yenggan bo'lsa ham baribir bilinib turgan edi. Andijon maksimum vaziyatlardan foydalandi va shuni evaziga mana bunday g'alabani qo'lga kiritdi. Muhim uchrashuvda oxirgi payt Andijon Paxtakorni yutmayotgan edi ekan, o'sha oxirgisi 2023-yilda Vodiyda Bobur Arenada
o'sha Xebayni fantastik golni evaziga g'alaba qozongan. Mana endi safarda ham yuta olyapti. Va bu g'alaba Andijonni 5likka olib kirdi. Bemalol bu mavsum chempionlik uchun kurashishi mumkin ekan. Hali yutqazmadi jamoa, durang va g'alabalar bilan ketyapti. U duranglari ham qanaqa? Dastlabki turlarda Qo'qon bilan o'ynadi, durang derbida, Navbahor bilan so'nggi daqiqalarda golni evaziga va Nasaf bilan, ya'ni qiyin uchrashuvlarda qayd etildi. Paxtakorni yutyapti, Mashalni yutyapti va keyingi turlarda ham g'alabalar qo'lga kiritadigan bo'lsa, Andijon ancha yuqorilaydi. Paxtakor esa 13-o'rinda boryapti. Oxirgidan bitta yuqori o'rinda. Va nihoyat turni yakunlab bergan bahsga to'xtalamiz. Nasaf Surxon bahsi va bu uchrashuvda Voha derbisida Nasaf kichik hisobda g'alaba qozondi 1-0. Dragan Cheranning golini evaziga Qarshi jamoasi g'alabani qo'lga kiritdi. Juda qiyin o'yin bo'ldi. O'zi Surxon oxirgi yillarda Nasafga yaxshigina raqobat taklif etyapti. Aslida Surxon mavsumni yaxshi boshlamagandi. G'alabasiz ketayotgandi. Lekin shunda ham birmuncha qiynadi. Baribir Nasaf klassda yutdi deb o'ylayman. O'zi aslida doim shunaqa bo'ladi. Chempionlikdan ko'ra uni himoyasi qiyin bo'ladi. Ya'ni keyingi mavsumi doim qiyin bo'ladi. Nasafda shunday bo'lyapti. Kichik hisobdagi g'alabalar, duranglar va buni evaziga klub hozir 3-o'rinda boryapti. Umuman olganda Nasafda unaqa inqiroz yo'q va transfer qilingan hujumchilar ham Ruben Xebay hamda Dragan Cheran, ayniqsa Dragan Cheran yaxshi qaytishni amalga oshirdi. Jamoani o'yiniga ta'sir qilyapti va o'yinni chizib beryapti. Boshqa pozitsiyalarda ham qolgan futbolchilar Mazgavoy, Sidiqovlar ancha yaxshi o'yin namoyish etyapti. Shu tomonlama Nasaf baribir chempionlik uchun kurashsa kerak. Kurashishi mumkin bo'lgan 3 ta katta jamoadan biri. Shuning uchun ishonchli g'alaba Nasaf ishonchli tarzda odimlamoqda. Endi do'stlar, oldindagi 6-tur o'yinlariga to'xtalsak, tur o'yinlari 18-apreldan boshlanadi, juma oqshomida 18:00 da Futbol TV telekanalida Xorazm hamda Bunyodkor bahsi bo'lib o'tadi. Aynan shu kuni Qizilqum o'z uyida Qo'qon 1912 ni qabul qiladi. 19-aprelda asosan katta o'yinlar bo'lishi mumkin. Sho'rtang Mashal, Buxoro Nasaf, Neftchi Paxtakor. Neftchi Paxtakor 20:15 da. Bu bahs ham Futbol TVda bo'lib o'tadi. 20-aprelda esa Andijon o'z uyida Bobur Arenada Samarqandning Dinamo klubini qabul qiladi. Dahshat o'yin bo'ladi, zo'r o'yin bo'ladi do'stlar. Dinamo bu mavsum hazillashmayapti. Andijon esa ancha kurashuvchan o'ynaydi. 20-aprelda yana 18:00 da deyarli bir vaqtda ekan bu uchrashuvlar Olmaliq Sug'diyonani qabul qiladi. Sug'diyonada ozgina inqirozlar bo'lyapti, lekin kurashsa kerak. Olmaliq esa turnir peshqadami har holda. 21-aprelda Surxon Navbahor bahsi turni yakunlab beradi. Aniq vaqt hali belgilanmagan. Mana azizlar, bugungi videoda maksimum Superliga haqida to'xtalishga harakat qildik. Tur o'yinlari va turnir jadvaldagi holatlar haqida. O'ylaymanki, video yoqdi deb umid qilib qolaman. Agarda videoni shu joygacha kuzatgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Darvoqe mingtalik davomdan o'tdik va bu uchun obuna bo'lib, qo'llab turganingiz uchun